Prezident farmoniga ko'ra 9-may munosabati bilan nuroniylarga 30 million so'mdan bir martalik pul mukofoti beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 9-may arafasida urush qatnashchilariga 30 million so'm to'lanadi. Mustaqillik yillarida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lganlar oilalariga ham moddiy yordam ko'rsatiladi. Shuningdek, harbiy xizmatchilar maoshi oshiriladi. Mudofaa vazirligi ofitserlariga xizmat yo'llari uchun to'lanadigan har oylik ustama miqdori 2 baravarga oshiriladi. Kontrakt bo'yicha xizmat qilayotgan oddiy askar va serjantlarning oylik pul ta'minoti 10% ga ko'paytiriladi deyiladi xabarda.